Assalamu alaykum. Ekran oldidagi hurmatli ko'ruvchilar. Hammalarning kechqurunlar xayrli bo'lsin. Men Fatima Sen. Ayollar va da'vo programmamizning 17-sonida sizlar bilan qayta yuz ko'rishdik. Biz ayollar va da'vo programmamizda har vaqt ayollarning da'vodagi rolining muhimligini ta'kidlab kelyapmiz. Shundaqla bu programmamizga aziz ustozlarimiz va da'vo uchun to'hfa qo'shib kelayotgan tirishchan xonim qizlarimizni taklif qilib, ularning da'vo yo'lidagi tajribalari va qimmatli so'zlari bilan vatan xalqi to'hfa qo'shishni o'ylab, ko'ngliga pukib kelayotgan, kelajakdagi Sharqiy Turkistonning parlaq yulduzlari bo'lishni orzu qilayotgan xonim qizlarimizga ko'rik bo'lib kelyapmiz. Shuning bilan birga bugunmi programmamizga Kanadada yashayotgan Sharqiy Turkiston davosida har zaman aktivlik bilan oldingi qatorda xizmat qilib kelayotgan Uyg'ur tadqiqot instituti tadqiqotchisi Ruqiya Turdish xonimni Kanadadagi Sharqiy Turkiston davosining taraqqiyoti va Sharqiy Turkistondagi ayollarga qaratilgan zulmlar haqidagi ma'lumotlar, mushaqdagi ma'lumotlarni, tushunchalarni biz bilan o'rtoqlashish uchun taklif qildik. Qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashib berganligingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz Ruqiya xonim. Xush kelibsiz. Hoş bulduk. Aleyküm selam. Ben sizlerge rahmet aytaman. Ondan sonra udullanma şu suallarımga kirkitay. Şu Xitoy 2017-yili Sharqiy Turkistonda kengri tutqun qilish faoliyatlarini ep boshlagandan boshlab, mayli tutilib ketgan ayollar bo'lsin yoki so'zda erkin yashayotganligini davron silayotgan ayollar bo'lsin, Xitoyningki har turli zulmlarga o'xshash bir şekilde muş zulümlerinin astida qilyotidi. Bu xil ahvol astida lekin biz xalq bo'lish sifatimiz bilan ko'pincha narsalarni yuzaki bir holda ko'rganligimiz uchun texi bu zulmning teki yetib bo'lolmay qoldik. Mush sababdan biz endi men bu savolimni sizdan siz bir ayol da'vochi bo'lish sifatingiz bilan o'zingizning izlanganlari, bugungacha to'plagan materiallaringiz orqali o'zingizningki shu taxminingizni biz bilan o'rtoqlashib baqqan bo'lsangiz, ya'ni Sharqiy Turkistonda ayollarga qaratilgan zulm hozir qaysi darajaga yetdi? Mush haqda to'xtalsak. Bu yerda zulmning darajasi deganda har qanday zulm derecege deb ayırışni men aslida yaxshi ko'rmayman. Zulmdir. Har qanday zulm bir amdi. Shundoq. Bo'lsa bo'lmaydigan narsa, insoniyatda yuz bersa bo'lmaydigan narsa. Ammo bu yerda Sharqiy Turkistondagi zulm ayollarga ham qaratilgan emas, mustamlika bir zamin bo'lishimiz tufaylidan butun Sharqiy Turkiston xalqiga qaratilgan zulm. Ammo ayollar shu mustamlika bo'lgan bir davlatningki simvoli bo'ladiganligi uchun, ya'ni analar tuproqqa simvol, ya'ni g'ururga simvol bo'ladigan Xitoy bu zulmni yo'qotish, ya'ni o'zininki bu mustamlikachilik ideyasini qanchalik darajada ko'rsatganini ayollarga qaratgan siyosatlari va zulmlarda noit aniq ifodalab kelyapti. Xalqarada masalan zulmlarni urush jinoyati, anadan keyin insoniyatga qaratilgan jinoyat va qirg'inchilik deb uch ko'radi. Buning ichidagi bu qirg'inchilik degan hamda urush bo'lmay tinch bo'layotgan holatdami yuz beradigan bir jinoyat bo'lganligi uchun uning ustiga bu bir millatni butun shu mundaq insoniyatga qarshi jinoyatdek bir qirg'inchilik, o'ltirish, to'kish, mundaq butun insonlarni vayron qilish bo'lsa-mu, lekin bir butun millatni yo'qotaman degan niyat bilan qilmaydi-da insoniyatga qarshi jinoyat. Ammo bizga qaratilgan jinoyat, biz Xitoyning bizga qaratayotgan jinoyati bu butunlay Uyg'urlarni va ya'ni Uyg'urlarni emas, Sharqiy Turkistondagi Turkiya millatlarini, ya'ni Sharqiy Turkistonning asli egillari bo'lgan xalqni bir xalq sifatida butunlay, ya'ni bir irq sifatida yo'qotib etishni nishon qilayotganligi uchun shunday niyat bilan boshlanib, shu bizni besib olgandan tortib bu niyati bor bo'lganligi uchun bizga qilingan bu zulm qirg'inchilik xalqarodami eng ig'ir uch jinoyatning ichidagi eng ig'ir jinoyatga kirdi. Chunki bu bir butun xalqni yo'qotib etishni niyat qilgan jinoyat bo'lganligi uchun. Hamda bizni hozir mushu Xitoyniki mushundaq jinoyatlari ayollarga qaratgan siyosatlarda eng aniq ifodalanadi. Chunki erlarni akiribli kamplarga akiribli yoshirin o'ttirib yo'q qilyapti deb bilmay qolamiz. Ammo ayollarga qaratgan siyosatlarda noyat ochiq oshkor ifodalanyapti. Noyat to'g'ri aytib o'tdingiz. Ondan so'ng shu
Ayollarga qartalgan siyaset hakikaten bek eşip gitip bardı. Bunun qarta mesela her xil devletlerden normaldı mı? Normal hayatın içinde mi? Ayollarınki tesiri küçük. Ayollarga meyli dünyanın nerede bolsun, bir zulüm bolsun ya ki başka bir işler bolsun. Her hemen şu vaktin özlem bunun karşı tepkiler, inkaslar kep turdu. Biz bu Şarkı Türkistanlık ayollar buluş süptümüz bilen bugünkü bu programımızda şu ayollarga məxsus qartqanlığımız üçün şu ayollarınki nemisiga qarta meselen cezalardan çıkan şahit ayollar Şarkı Türkistan'daki ayollarga bulup atkan zulümlerini anlattı. Bunun inkaslar geldi. Sizce muş xalqaranınki muş zulümler qaratgan inkasları yeterlik mi? Hatta yeterli bo'lmayotdi mencha, chunki bu xalqaro vaziyat tufaylidan Xitoyninki dunyoga hukmron bo'laman deb butun davlatlarni, bu musulmon davlatlarni yanchig'iga selib olganligi tufaylidan buni men bir kengaytib demasam hammamiz tushunamiz. Mushta tufaylidan qat'iy yeterli bo'lmayotdi, ammo bu balkim men umidsiz emas, asta bo'lishi mumkin, chunki Allah görüp durup da bu kadar zulümga bunçilik iğir bir cinayetning bo'lishig'a, bir millatning, bir musulmon xalqning bir bütün yo'qolib ketishiga dunyo jim turgan bilan yaratquchi egimiz buningga ko'z yummaydi. Buningga ishonamiz, bu umidni yo'qotamiz. Bunun uchun tirishayotimiz. Hamma Uyg'ur davomli umidni yo'qotmoq uchun tirishish kerak. Medialar, xalqlar, bu qalam ko'rishimi bek muhim. Ondan inson haqlari tashkilotlari bular hammasi tirishayotdi. Ammo davlatlarmi tirishayotdi, lekin bir bütün dünyadaki bütün devletlerinin hammasi degidek bu Xitoyning Uyg'urlarga qaratayotgan qirg'inchilik siyosatiga tang birlashib qarshi turadigan bir kuch texi undaq kelmadi. Masalan, Amerika buning qirg'inchilik dedi, Kanada dedi, Hollanda dedi. Ama bundaq degan bilan yanılam boshqa davlatlar Xitoy kaynik silib olgan nurg'un davlatlar borda. Masalan, xalqaro 200 davlat bo'lganmiz. Bunun nurg'unlari ushaq davlatlar, Xitoy iqtisod bilan kirib olgan davlatlar borki, buni oqsil selib hozir undaq bir cho'ng Xitoyga butunlayli buni to'xtatib bisim qilib, masalan, xalqaro qonun bo'yicha Security Council'dan, ya'ni Birlashgan Davlatlarning kengashidan kiradigan yoki NATO'dan kiradigan undaq darajaga texi kelmadi, xalqaro texi u darajada bizga ko'ngil bo'lmayapti. Asta bo'lar inshaalloh. Endi şu abaymi gipimiz deb o'tib ketdingiz, har qaysi davlatlardan, masalan, bir qism davlatlar hozir Sharqi Turkistonda bo'layotgan vaziyatlarni irqiy qirg'inchilik deb tunidi. Buning arsida Kanada mı bor deb. Kanadada şu irqiy qirg'inchilik, Sharqi Turkiston masalasi irqiy qirg'inchilik deb tunilgandan keyin şu Sharqi Turkiston davosiga qandaq, ya'ni Sharqi Turkiston davosi roli qanday bo'layotdi, bu haqda tushuncha bersangiz. Şarkı Türkistan'da qirg'inchilik bo'layotganligini parlament a'zolari, parlamentdan 260 kishi hammasi degidek qirg'inchilik bo'layotdi deb e'tirof qilib qitildi. Qitilgandan keyin ammo bizningki Prime Minister buningga jim turib oldi-da, o kabinetidan birlardan qatnashdi, hammasi jim turib oldi. Chunki bu qirg'inchilik bo'lmayotdi desa, qirg'inchilik bo'layotgan rost. Bo'layotdi desa, buningki ig'ir bir mas'uliyati bor, uni to'shish kerak bu davlatcha. Shuningga bizningki biroqli boshdagi prezident yoki prime minister qirg'inchilik bo'layotdi deb boshdan e'tirof qilganligimiz qonun bo'yicha bir yuqoriga sunilib qilayotgan bir qonuniy shaklda bo'ldi Kanadada qirg'inchilikni e'tirof qilish. Parlament a'zolari buni qildi, ammo san'atda Yuanpao deb bir Xitoy bor. U Xitoy hamda u sizlar bilsizlar qachon buning ergishib keldinglar, anglag'uvchilar. Bu Xitoy bo'lganligi uchun onun üstüne Kanada'da 200'dek balanınki bu hem de 100 yılın aldığı yaşıyordu. 200'dek yerlik kızıltelliklerini mektep okuduğumuzda küçük balalarını ailesinden xuddi hazır Uygurlarının ballarını ekip algandek ailesinden ayırıp ata-analardan ayırıp biz bularını din ügütümüz, yani Hristiyan kılımız, yani bulağılık devlet tilini ügütümüz, İngiliz dilini de öyle ayırıp eketken vaxtında şu vaxtda da tuberkuloz juqub kasallik sebebinden yoki boshqa u yerdagi masalan ashlar zulm qilib kichik bolalar uchun o'ltirayotganlarning jasadini bu
to'g'rini rostni o'ptirg'i chiqarish deb mana bizning prime minister bir narsa qurgandan keyin shu bo'yicha commission of truth debchi rostni o'ptirg'i chiqarish komiteti bulaylıqı tepib jasadlar bor, ya'ni ko'mib qo'ygan yerlarning hammasini tepib buni o'ttirg'i chiqadi-da. Chiqargandan keyin endi ma Yuanpao degan san'atdagi Xitoy parlament a'zolari hammasi qitildi. Prime minister jim turib oldi. San'atdagi Xitoy u bütün san'atlarning jiqqini men o'ylayman, ya'ni shu Xitoylik nima qilib pora berib yanchug'i sevagan mumkinchilik bo'lishi mumkin. Buni men gumonlayman. Anatkin bu Xitoy aşağıda biz Kanada nima qildik? Bizning o'zimizningki momandaqiligi, biz kichik bolalarni qilib mushta jinoyat ishlagan Kanada o'zi. Shuning biz yana mundaq desak bo'lmaydi. Bizning o'zimizga bu diplomatiyada ta'sirimiz andan bunda deb senatorlarni keltiriblar, u yerda senatorlarning hammasi degidek asosan bu qirg'inchilik bo'lmayotdi deb bizning qirg'inchilikni rad qildi-da. Rad qilgandan keyin Kanadadagi Uyg'ur tashkilotlari, Uyg'urlar buning qattiq qarshi chiqdi. Xat yozib prime ministerga avatdik. Agar bu qirg'inchilik bo'lmasa, agar Kanada masalan shu qizil tanliklar, ya'ni qizil tanlikmi demaydi, yerlik millatlar. Yerlik millatlarning bolalarini mushunda qilib qirg'inchilik qilgan bo'lsa, shu bolalarini akitib mushunda zulm qilgan bo'lsa, bu zulmda xatolikni to'nidi hozir bizning prime ministerning xatolikni to'nib buni e'tirof qilib, buni biz mushunda xato qildik deb bundan kechirim so'rab, bu nima qilayotgan bo'lsa, Kanada demak eng haqli davlat qirg'inchilikqa qarshi turish bunda kichik bolalarni akitish kuchi. Chunki buni deyishga eng çünkü özünün hatalıqını Kanada tonudi dunyoga ko'rsatdi biz xato qilganmi bunda xatolikni qayta takrorlamaslığı üçün bir bir misal hamda Kanada. Shuningga Kanadaning bunu deyish haqqi bor deb shung biz prime minister davomli bu degan bundaq zulm faqat Kanada bilan bo'lmadi deb bu zulm qarshi turgan bo'lsak Kanada bilan bo'lmasligi kerak deb emas, butun dunyoda bo'lmasligi kerak deb qarshi turish kerak Kanada. Shuning uchun Xitoyda bo'layotgan zulmni to'xtat deb qarshi turish kerak deb biz xatlarni yozdik, namoyishlarni qildik, u yerda Uyg'urlar berib qilgandan keyin endi u bizningki mush Kanadadagi ham nurg'un nimalar borchu, nima obzorchilar bor. Bu obzorchilar professorlar degidek bu haq tarafda turadigan insonlar Kanada xalqi bunga ayta qarshi chiqib bu Yuanpao'ning qilmishini qattiq nima qildi, tanqidlab qildi. Undan keyin hozir jim mushunda bir holatda to'xtab qoldik-da hozir. Ammo biz küçük bu sanatçılarning bu senatorlarninki nimasini tep chiqish kerak ham. Nima uchun bunda qilib buni davomli qilib senatorlarning bunda qilib qarshi ovoz berishini qattiq tanqidlab prime ministerga deyish orqali ularninki nima uchun shunda qildi deb qirg'inchilik bo'layotgan. Ashida eng muhimi prime ministerning qirg'inchilik bo'layotdi deganini e'tirof qilg'izish kerak. Ammo hozircha bu liberal hukumatda hamda pek ehtiyot qildi Xitoydan. Uning ustiga o'zining masalasi chiqqandan keyin 100 yil avvalgi ishni Xitoy ko'tarib chiqib, sanchi sanmi qilgan meni nim deb deysa deydi. Bu qip-qizil yo'lsizlikda sen qilgan xatoni men qilaman degandekli gapda, u demak sen xato qilsang men qilmasam kerak deyish kerak. Chunki bu Kanadaga o'zingni bilib ol, o'zingning jinoyatidan gap so'ra, meni deydigan bir narsaning haqqing yo'q deb Xitoy ham dashta kichik qoldek zo'talik qildi. Uning ustiga Kanadaning diplomatlarini tutib elib kesib bo'ladi. Shunday qilgandan keyin Kanadaning Xitoy bilan surkilishi bor. Bu surkilish ham bir yaxshi fursat Uyg'urlar uchun. Chunki Xitoy bilan bir munosabat emas. Ammo yana bu yaxshi munosabat bo'lmagan bilan bu dardlari bo'lganligi uchun Kanadaning yana ehtiyot qilib bo'ladi. Bu liberal hozirgi nima liberal hukumat bunga pek nima qilyapti. Qarshi partiyadagilardek chim turmayapti. Shuningga ishlar osti bo'lib ketdi Kanadada. Ko'pdan ko'p rahmat, noyati tushunchalik bir javob bo'ldi. Mushamda Sharqiy Turkiston masalasi yana shu xalqaro to'nilgandan keyin, anadan keyin shu bir qism davlatlar irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgandan boshlab bugungi kunlargacha yana nurg'unlagan kishilar u yerda o'zingiz deb o'tdingiz, irqiy qirg'inchilik bo'lmayotdi degan tushunchani taqtibyotdi, to'xtamay tashviq qilyotdi. Ham bularning orasida
Albatta Xitoyninki jasuslarim bo'lishi mumkin. Normal vatan masalasini, da'vo masalasini bilmaydigan insonlar bo'lishi mumkin. Haqiqatan hamda o'zi ishonishga, masalan, Kanadadagi til qisqinchiligi holiga chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Ammo men shu masalani ayollar nimasidan so'rsam, sizga shu temamizdan chetnab ketmagan ostida Sharqiy Turkistondagi ayollarga qilinayotgan zulmlar bu irqiy qirqinchilik hisoblanmamdı, yani irqiy qirqinchilikqa tushamdi. Mush haqida javob bersangiz, yani o'zingizningki fikrlarni o'tirib qo'yib baqqan bo'lsangiz. Okey bo'ladi. Men ayollarga yurgizilayotgan siyosatlardan emas, Xitoyning qilayotgan zulmlarining ham albatta biz Uyg'urlar hammamiz qirg'inchilikqa tushdi deb qaraymiz, ammo abay siz degandek bu xalqarada ba'zi obzorchilar, ba'zi qonunshunoslar bu yerda pakt yetarli emas deb, ya'ni ba'zi davlatlar pakt yetarli emas deb qirg'inchilikqa tushmaydi deydi. Ammo insoniyatga qarshi jinoyatga bu to'liq tushadigan aniq deydi. Chunki yana ba'zilar qirg'inchilikqa tushmaydi degani, abiy men deganimda ham Xitoy setib olgan, Xitoy bilan munosabat va shuni deyapti-da. Endi ma'qul deb davatqanlar Xitoyning niyatini isbotlayolmaymiz debchu. Chunki nimishga degan bu qirg'inchilik jinoyati bo'lish uchun u yerda bir millatning bir qismini yoki hammasini yo'qotib etish niyati bilan olib berish kerak. Bu niyat boshdan bo'lish kerak. Ham qilayotgan harakati mush niyatni isbotlaydigan natijani chiqarish kerakchu. Shunda bo'lganda qirg'inchilik. Masalan, insoniyatga qarshi jinoyat deganda u bir ma'lum bir irqqa qarata bo'lmaydi. Uni ichida masalan qandoqli inson bo'lsin, har xil millat bo'lishi mumkin. Hammasini ham o'tirayotman deb lam chiqadi. U o'shmanlikdan shu zamonlar paydo bo'lgan bir shu zulmni, shu yerda shu qirg'inchilikni ip birayotgan vaqtda paydo bo'lgan bir niyat uchun. Boshdan plan mana yo'qotayotimiz deb planlab, manda qilamiz deb ep berilgan qirg'inchilik emas. Shunga uni insoniyatga qarshi jinoyat deydi. Bu Xitoynikini ham endi nurg'un pakt yo'q deb qarayotganlar. Shu bu degan insoniyatga qarshi jinoyat, bu Xitoyning burundan unda bularni yo'qotayotimiz degan niyat yo'q deydi. Masalan, ayollarni ayollar bo'lgan bu tug'maslik yurgizish planini bu qirg'inchilik kirmaydi. Chunki bu nopus kontrol qilish bir davlatning o'zining nopusini kontrol qilish uchun yurgizayotgan butun hamma xalqqa, ya'ni birli irqqa emasda, yurgizayotgan bir siyosat bo'lsa, bu degani qandaqsiga bu Xitoyniki bir irq sifatida bir millatning bir qismini yoki hammasini yo'qotayotimiz deydigan bir narsaga tushadi. Shunga bu irqiy qirg'inchilik emas deyotganlar bor. Lekin bu yerda bu irqiy qirg'inchilik, chunki Xitoyga tava emas. Biz bir mustaqil davlatdik. Xitoyniki mening davlatimningki nopusini kontrol qilaman deb turib, bizni o'zining davlatining nopusi ko'rib turib, undaq muomala qiladigan haqqi yo'q. Tushunami? Ammo xalqaro yaxshilar shu hozir Xitoy davlatiga tava tursanglar, Xitoyning davlatiga tava bo'lganki, sizlar Xitoyning xalqi qonun bo'yicha deydi, xalqaro qonun bo'yicha hozir bizdek mustaqil. Ama lekin buning uchun biz burun mustamlika bo'lgan, bizni manda besib olgan, biz bir mustamlikizmin, biz ayrim davlat degan narsani cho'qim isbotlab chiqish va buni unda ching turish kerak. Chunki bu genosidni isbotlaydigan bir background, oq ko'rinish, ya'ni bu bo'lmay turib bizning genosidni isbotlashimizmi bak tasga to'xtaydi. Chunki niyatni isbotlashda Xitoyniki mustamlikachilik niyati bu yerda bak aniq ifodalandi. Mustamlika qilganligi uchun biz o'xshamagan bir irq, yani Xitoyga o'xshamaydigan bir irqqa yurgizyapti buni. Endi Xitoyning sen texi mustaqil bo'lmading, Xitoyning xalqiga tava bo'lsa, shu hammasiga yurgizyapti desak, hozir Xitoy o'zining Xitoylarga 3 bola bo'lsin deb buni yengillatdi. Xitoy shunda ko'payyapti birinchidan, ammo Uyg'urlarga unda degani yo'q. Demak, Uyg'urlarga ayrim, Uyg'ur va Qozoq boshqa turkiy millatlarga bu siyosatni boshqacha yurgizyapti. Uning ustiga bizning nopusimizni nima uchun kontrol qilsak? Bizning nopusimiz Xitoyning 1 billiondan ortiq nopusga selishtirganda kontrol qilinadigan bir nopus emas, yo'qolib ketgan bir nopus. Uning ustiga bu yerda bu qirg'inchilikni bu ayollar qartilgan nopus kontrol, ya'ni tug'ishni cheklash siyosatininki natijasi Adrian Zanmi ko'rsatdi. Uyg'ur xalqining nopusining 50% tushib ketganligini, ya'ni 50% tushib ketganligini 2018 dan boshlab tushib ketganligini isbotlab ko'rsatdi. Demak, bir nopus necha yil bilan 2018 dan boshlab hozirgacha 50% tushib ketgan bo'lsa, bu mushunda 80% ga yetkazimiz bu tug'ut cheklashni desa, bu millat qurib yo'qolib ketadi degan gap. Unda bo'lgankin, demak, bu yerda bir qirg'inchilik bo'layotganligi ayollarga ko'rsatilgan bu siyosatlar aniq. Anikin yana birisi majburiy emgakka ketib bordi. Majburiy emgakka ayollarimizni akitib
Onu Xitoy deydi, endi boshqalarmi deydi, boshqa bu g'arblik izlanguvchilarmi, men bilan talashganlarmi bo'lgan. Buni bular deydiki, bu pul tepish uchun apirdi, u qirg'inchilikqa kirmaydi deydi, ma'lumki majburiy emgak apag'anlarni, ayollarni. Men dedim, bu nimishga qirg'inchilikqa kirmaydi, maxsusli ayollarni apiryotidi. Erlerden ayrı bitip bardı. Yani aşı community'den özünün Uygurlar toplaşkan rayondan ayırıp başka bir yere gidip bardı. Ondan keyin yaş kızlar bardı. Bu kızlarning özününki community'den ayrı etkenken bu kızlarninki yaş ballar bilan tanışıp Uygur bilan to'y qilish fursati bir yerde kesildi degan gap. Kesilgandan bu kızlar bu yerde Uygur bilan to'y qilolmaydi, ailesidan ayrilib ketdi, bu yerde nopus kesildi bo'lgan bo'ldi yani. Yani bir Uygur bilan to'y qilib Uygur bola tug'olmaydi bu qizlar. Chun apirversa bu qizlarni ketgini qo'ymasa majbur emgak apirib, vataniga qaytgini qo'ymasa, ham bularni shu butunlay kontrol qilib, agar bu yerda sen ben deyman, agar seninki bu yerda masalan iqtisod uchun yani pul tepish uchun bu qizlarni uyaga apirish niyating bo'lsa, nima uchun bunda qattiq sharoit yaratib bu qizlarni kontrol qilsa? Nima uchun ketkizmaysa? Nima uchun ailesini köygünü qo'ymaysa? Nima uchun bularni o'zining ayollarni o'zlarining ailesi va erlari bilan tug'ini qo'ymaysa? Unda bo'lgankin masalan bu yer er bilan ayolni ayirib etganda bu yer tug'ish bo'lmaydi degan gap. Ko'pish bo'lmaydi degan gap. Unda bo'lgan bu bir ilqi Uygur milletini ve Kazak ve başka Türkiye milletlerini muşu usulda bir bütün milletini yoqtirish yani qurtib etishdan mandaq aytganda. Bundan niyetni ko'rsatdi. Bu bir niyet unda bo'lgandan keyin bu siyosatni Xitoyning qirg'inchilik tushidi. Chunki bu yerda niyat bor. Ham bu majburiy emgakka olgandan keyin bu qizlarning vayron bo'lganlik natijasimi bor? Bu vayron bo'layotganligini ko'rib turib to'p-to'pisiga yana qaytadan davomli aytib bo'lsa, demak bularning shundan niyati bor, bilib turib qildi degandek bo'ldi-ku. Bu aniqlanib isbotlangan. Ondan keyin endi siz yana bir siyosiy ayollarga qartilgan mecburi to'y qilish siyosatimi o'xshashlam shunda niyatni ifodalaydi. Chunki bu ayollar Xitoy bilan to'y qilgandan keyin Uyg'urlarningki madaniyatidimi, Xitoyning madaniyatidimi o'xshashlar dadi qon tipi yani. Dadi taraf balani saqlaydi degan nima bor. Xitoyningmi ashunda bola dadiga mansub, dadining qiyniga mansub degan narsa bor. Endi biz ba'zi millatlar bor ana tarafga mansub deydigan. Undaq emas. Uyg'urlarmi, Xitoylarmi har ikki millat shu dadaqan tipi qaraydi deb o'ylaydi. O shunda bo'lg'ashqa Xitoy nemishki Uyg'ur erlarini Xitoy qizlar bilan to'y qil demaydi. Bu yerda qilayotgan kampanyalarning Xitoyniki tashviqotlarining hammasi shu Uyg'ur qizlarini Xitoy bilan to'y qildan tashviqot va majburlash. Oshkora va yoshirin majburlash. Unda bo'lgankin bu yerda endi bu qizlar to'y qilgandan keyin o dadası Xitoy bo'lgandan keyin bola Xitoy bo'ldi degan gap. Xitoy bo'lgandan keyin bu yerda tug'ilgan bolalar Xitoy bo'lib ketadi, Uyg'ur bo'lmaydi. Yana Uyg'urningki nopusi yo'qolish orqali Uyg'ur yo'qoladi degan gap. Yoki Qozoq yo'qoldi, yoki musulmon millat yani Sharqi Turkistondagi yo'qoldi. Unda bo'lgandan keyin bu qirg'inchilikningki niyatini ko'rsatdi. Ya'ni Xitoy bunda yo'qoldigini bilmay qolganda bilib turib buni maxsus qizlarni to'y qilsa deyotdi Uyg'urningki majburlab. Shuni bu shu siyosatini ko'rsatdi. Yana qaysi siyosatlar bor? Tih ayollar to'g'risida men bir jiq so'zlab ketdim. Yo'q, yaxshina yaxshi ketib borsiz. Ayollar to'g'risida shu majburiy emgakni aytib o'tdingiz, tug'utdan cheklashni aytib o'tdingiz. Andan keyin masalan o'zining bolalaridan ayirib etish, oilasidan ayirib etish degandek hammandagidek aytib o'tdingiz. Haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Qandaqli bir shaklda o'ylasak, javobi va natijasi o'xshashli bir shaklda shu Uyg'urni yo'q qilib etishga elib bordi ekan. Bu xil büyük bir cho'ng bir javob o'tirdi turgan ekan. İnşallah ümid qilamizki, shu irqiy qirg'inchilik emas, bo'lmaydi deganlar kunlarning bir kunsi buni tushunib yetadiganini umid qilamiz. Endi shu Sharqiy Turkiston masalasiga ko'ngil bo'layotgan har qaysi davlatlarda bu masalaga qarta fursatlar, imkonlar o'xshamaydi. Siz endi shu Kanadada yashayapsiz. Kanadaninki Sharqiy Turkiston masalasi uchun sunayotgan fursatlar bo'lsin. Ya'ni aşağıda biz yana nima ishlarni qila olamiz degandek mushkil, ya'ni bizga sungan Kanadadagi Sharqiy Turkiston uchun tayyor qilingan fursatlar, qanday fursatlar bor, bu haqda to'xtalgan bo'lsak. Kanadada emas, hamma davlatdan fursat degan shu davlatning, ya'ni boshqa xalqaro vaziyatga qarab bo'ladi. Shu davlatningki masalan Xitoy bilan bo'lgan munosabatiga asosan bo'ldi. Shu davlatning oladigan manfaati, o'ziga taqishadigan yerlari
yerlik asasen buludu. Fursat degan şunda çıkdı, başka bir şekilde çıkmaydı. Kanada'da mı o'xshash? Bu hamma davlatda shunday bo'ldi. Masalan, shu davlat manfaatiga taqashqa vaqtida Xitoy bilan bo'lgan munosabati bizga bir fursat chiqishi mumkin. Hamda u davlat manfaatiga taqashmagan, u davlat manfaati uchun bizga bir nima desa tahlika keldigan, ya'ni ziyon keldigan ahvol ostida bizga fursat chiqmaydi deganga. Yani hozir musulmon davlatlar Xitoy bilan munosabatimiz yaxshi deb bizga fursat chiqmayotdi-ku, shunday alam gapda. Hozir Kanadada qanday fursat chiqish mumkin deganda, Kanadani bo'zaq qilib Xitoyniki ishbiyonlik organlarini akirib qo'liga olib ketib olganligi Xitoyniki. Masalan, bu san'at jiqi, masalan Xitoy parast bo'lmasa, bunda bir qirg'inchilikni boyaman deb o'tganda ko'zi ko'rib turib, bu yerda qirg'inchilik yo'q degan. Ama mushuni degandikin, demek ko'zi hamma narsani ko'rib turib, bir sistematik, ya'ni bir inson yoki birisi tuyuqsiz ep berayotgan bir qirg'inchilik emas bu. Bir davlat sifatida planliq ep berayotgan, plan degan niyat shu. Niyati bor bir qirg'inchilikni bilib turib, bu yerda buni e'tirof qilmaganligi o'sha senatorlarning Kanadadagi, demak Xitoyning qo'li bor degandik. Ya'ni Xitoyning lobbichiligi nihoyat kuchli. Bu yerda nihoyat jiq Xitoy nufusi bor. Onda bo'lgan keyin Xitoy bu yerda biz Uyg'urlarning nufusi intayin az bu yerda. Endi Uyg'urlarning kuchlik pul xashlab, kuchlik lobbichilik qilib, kuchlik da'vo qiladi. Ham davlat sifatida da'vo qiladi. Bizdagi ikki tal xalq sifatida da'vo qilmaydi-da Xitoy. Onda bo'lgan keyin bu yerdagi Uyg'urlarningki ish qilish Amerika davlat sifatida qarshi turyapti Xitoy. Unda bo'lgan keyin Amerikada fursat Kanadaga qaraganda nihoyat jiq. Kanadada fursatlarningki bunda qilqi Amerikada kuchli bo'lmasligi Uyg'ur davosiga Xitoyningki birinchidan Xitoyningki mush Kanadaga ishkirlab kirib ishbiyonlik organlarini singdirib atganligi, undan keyin nurg'un siyosatchilarni setib olganligi, maktablardagi masalan bu Xitoy parast professorlarni setib olganligi, tashviqotni bu yerda keng qanot yoydirib atganligi Xitoyning shu pul xashlaganligi narsalarni ko'rma. Bu ishbiyonlik sistemasi Xitoyniki bek ishkirlab kirgan Kanadaga. Shunga buni Kanada nihoyat ching tutyapti hozir. O'tganda mush to'g'rida bir sotga qatnashdim men Kanada parlamentida. Shuningga bu narsa bu Kanadada hozir bir cho'chish paydo qildi. Uning ustiga bu nimadan keyin virusdan keyin, Xitoy virusidan keyin Kanada xalqining Xitoyga bo'lgan ko'z qarashi yaxshi emas. Ham Xitoyning bu ishbiyonlik harakatlarini ishkirlab akir ketganligi medialarga chiqqandan keyin bir xil bu Xitoylarga bo'lgan ko'z qarash yaxshi emas. O'shmanlik bor, bizning davlatimizni Xitoy kontrol qilamayotgan degan bundaq narsa bor. Unda bo'lgan keyin bu yer biz Uyg'urlar bir kichik kommunite ishni qilolmaydi. Bizning Xitoydan kuchimiz ojiz, Xitoy davlat sifatida bir nima qilyapti deyamaymiz, chunki Kanada xalqi bizni qo'llaydi. Bu masalan Kanadada Uyg'urlar uchun bir ish bo'layotgan bo'lsa, bu yolg'iz ikki tok Uyg'ur tashkiloti yoki ozroq Uyg'urlarning kuchi emas. Uyg'urlarning Kanadaning butun xalqini qandoq qilib harakatlantirganligi va Kanada xalqining bizni qanchalik qo'llaganligining natijasi. Ya'ni bu yerda xalq deganda nurg'un intellektual deymiz, yuqori saviyadagi insonlarni ko'zda tutamiz. Kanada hukumatiga ta'sir siyosatiga ta'sir ko'rsatadigan nurg'un maslahatchilar, obzorchilar, yozuvchilar, jurnalistlar bular bor Kanadada. Bular hammasi shu masalan bizning haq da'voda turadigan odamlar bor. Ya'ni haqiqat tursanlar bor. Uning ustiga bu bundaq bir qirg'inchilikqa yo'l qo'ymaslik bu g'arbniki qimmat qarashi. Yani bundaq sukut qilmaslik g'arbniki emas, aslida butun musulmonlarning qimmat qarashdi, ammo musulmonlar buni hozir bejarmayotdi, qilmayotdi. Asli bu qimmat qarash Qur'ondan kelgan bir qimmat qarashdi. Nim deyman de, ichinishlik yeri bundaq bir Qur'onga tushgan bir qimmat qarash hozir boshqa millatlar tarafidan qimmat qarash bo'lib ijro qilinayotdi. O'zimizning musulmonlar tarafidan bir qimmat qarash sifatida ijro qilinmayotdi. Bu eng ichinishlik yeri. Shundan boshqa bu Kanadada endi hozir bu fursat mushunda bo'ldi. Shu tahlika his qilyotdi, ya'ni tahdid deymiz Kanada xalqi va Kanadadagi qarshi partiya. Tahdid his qilganligi uchun bu yerda bu tahdiddan bizga ya'ni meselesiga bir fursat chiqadi degan gap. Shunga biz Sharq Turkiston meselesini o'ttirib
ko'tarib chiqishda hozirgi liberal partiyaga Xitoy bilan ehtiyot qilib muomala qilayotgan, lekin liberal partiyami Xitoyga ya'ni o'zining qimmat qarshi bo'lganligi uchun qarshi gap qilyotdi, lekin ammo Amerikadek kuchli harakat etmayotdi, harakat planiga o'tmayotdi. Ammo buningga qarshi partiya konservativniki bular nihoyat kuchayotdi. Biz mush qarshi partiyalarniki moshunda o'ttirib chiqib kuchli bo'lgan bir fursatdan foydalanishimiz kerak. Chunki ba'zida qarshi partiya tarafdagi odamlar kuchli bo'lmaydi-ku. Kuchli bo'lmaganda bu yerda bizga bir fursat yaratilmaydi. Ular ojiz bo'lib qolsa, liberal taraf, bu hozirgi taraf Xitoy bilan yaxshi o'timiz desa, ularning bir tahdid kelmaganda, ya'ni bizga hech qanday bir fursat chiqmay qoldi. Shuningga biz shu liberal hozir qarshi partiyaning kuchli turgan bir sharoitidan foydalanishimiz kerak. Undan keyin bu Kanada xalqining Xitoyga bo'lgan ko'z qarashining yaxshi emas bo'layotgan bir fursatidan chin tutishimiz kerak. Agar mushu fursatlar o'tib ketib qolsa, bizga Kanadada yo'q desak bo'ldi. Chunki bektas Xitoy bekchiq bu yerda boya deganimdek, mushunda bir fursatlardan foydalanmasak bu yerda biz bir narsaga erishamaymiz. To'g'ri aytdingiz. Mayli Kanadada bo'lsin, mayli boshqa yerda bo'lsin, shu dunyoning har qaysi yerda yashayotgan har bir o'zini Sharqiy Turkistonlik deydigan Uyg'ur mushu o'zimizning davosini vatanimizda qayta qo'limizga ilishimiz uchun kuch chiqarmasak, haqiqatan fursatlar bo'lgan taqdirdami biz mushu o'zimizniki shansimizni tamoman yo'q qilib qo'yishimiz mumkin. Ondan sonra abay o'zingiz aytib o'tdingiz, mayli obrazchilar bo'lsin, mayli yozuvchilar bo'lsin, ishqilib har qanday bir davlatga siyosiy odamlar bo'lsin, ularningki ko'z qarashlari Sharqiy Turkiston masalasiga qarata ko'z qarashlari haqiqatan muhim. Buning ichida biz hammadan kutishimiz kerak bo'lgani xalq deb qarayman. Chunki bir davlatga bakrak gapini o'tkaza oladigan vaqt soat kelganda yana shu xalq bo'lib qaraldi. Undan so'ng Kanada xalqining Uyg'urlarga bo'lgan ko'z qarashi qanday? Mush haqida ozroq to'xtalib bergan bo'lsangiz. Bence Kanada xalqining Uyg'urlarga bo'lgan ko'z qarashi, chunki Uyg'urlar masalan bek bir cultural millat emas-ku. Masalan o'zimizning kulturamizni bek saqlab, masalan Pokistonlik, Hindistonlik deganlar bular masalan davamlı qishdimi o'zining kiyimlarini ham kiyib yurdi. Ya'ni bundaq bir boshqa insonlar bilan o'xshash kiyimlar bilan masalan aytgancha uni o'zining ayrimligini ko'rsatib turdi. Ammo buningda Kanadaning qonunida multicultural degan bir narsa bor. Hamma millat o'zining kulturi bilan yurish nimasi bor-ku. Ashta yurish kerak. Hamma bo'lib demaydi. Butun o'zininki kulturiga, madaniyatiga, diniga bu yerda erkinlik berilgan. O'zining dini bilan, o'zining madaniyati bilan, o'zining nimasi bilan yurishda erkinlik bor qonun bo'yicha. Shuning uchun xalqmi, hamdiligi Kanada xalqimi buningga bir narsa demaydi, hech narsa demaydi. Hammasi o'zining madaniyati bilan yurdi. Shuning masalan Pokistonliklar davomli o'zining kiyimlarini kiyib yurdi, Hindistonlikmi o'zining to'pidan masalan xuddi Brampton degan bir yer bor, shu nimada Hindistonlik men bir qitim berib, men Hindistonga bir qoldim. Bu nima dedim? Hamda to'plashib men Hindistonlik adam o'tmaydi u yerda. Ashunda. Anadan keyin Xitoymi, Chinatownda bu Xitoyga hamma davlatda shunda faqatlam singib kirmaydi Kanada jamiyatining ichiga ayrimlam ashta yashaydi-da o'zining nimasida. Naytiliqi ular nima deymiz, boshqa davlatlarga singib kirishi nayt tas bo'lgan o'zining kulturi, an'anasini aytib kuchlik bir bo'lgan millatlar bular-ku. Endi arablarmi shunda. Ular bir kichik millat bo'lganligi uchun to'plashib o'tirish fursatlari tas. Undan keyin kültürünü bek mukammal saqlab ketish fursatlari bek tas. Ammo Uyg'urlar qattiq tirishayotdi buning uchun. Kanadadagi Uyg'urlar xabaringlar bor yaqinda masjid oldi, o'zining kültürünü saqlab nelerden kelib, aşağıya toplanıp ballarımızı özümüzün tilida, özümüzün dinida yetiştiraydı deb bunun bek kucağıtımız. Ama hazır sualınız bu işlerinde Kanada xalqi qanday qaraydi deganda bayamı deb o'tdim. Haqiqatda turish, ya'ni haqda turish, zulmga qarshi bu qimmat eng muhim qimmat qarash, ya'ni demokratiya va erkinlik degan mushundaq deb tushunilganligi uchun bu yerda zulm qarshi turishni bir muhim qimmat qarash deganligi uchun Kanada xalqi Uyg'urlar deysizlar Xitoy zulm qilyapti deb Xitoy bilan bog'lab ko'rdiganligi uchun Uyg'urlarga bir xil histoshlik tuyg'usi bo'ldi. Ya'ni histoshlik tuyg'usi bor. Men o'ylayman Kanada xalqi Uyg'urlarni bek yaxshi ko'rdi deb o'ylayman. Nimishga desa, Uyg'urlar bek boshqa millatlardek masalan erkinlik bor. Masalan Xitoymi o'zi bilan yurdi, Hindistonmi o'zi bilan yurdi dedim-ku. Lekin undalarga Kanada
Çattığı bulmaydı umumi xalq üçün. Hindistonlikdan başqa xalq, məsələn, mən Hindistonlikam, sən özü bil özü jurduğan xalq da bunda oylayman ki, bəlkə yaqınçılıq mən bil oxşaş bir Kanadalıq degəndək bunda bəlkə yaqınçılıq muamildə his qılamaysınız özünüzni. Xitayğa çox qarşı özü. Amma Uyğurlar onda özü bilan özü yaşaydigan bir millat emas. İştik sığışıdigan millat. Bunun yaxşı tarafım var. İştik sığışıdigan tarafım assimilasiya bo'lib ketishni keltirib chiqardi. Kelgusidagi bolalarımızın, məsələn, başqa millat bilan to'y qilish, boshqa millatlar bilan aralashib yashash bu bir kichik community yo'q bo'lib ketishni keltirib chiqardi. Shu bizning o'sha hozirgi generation abaymi dedim, shu masjidlarni ilib, buning uchun qattiq qilqi tirkishyotdi. Hozirgi bir generation uchun hamda kelgusida qanchalik bu saqlab qola olamiz, buni ufquni bo'lmaydi. Ammo Kanada xalqi bunda o'zini ayrim tutib olmay, o'ziga bek hamma millatlardan o'xshashli ishchi kirkitalgan xalqni o'zidek ko'rdi, yaxshi ko'rdi bularchi. Shunga bularlikni hem histaşlığı var, hem ikinciden Uygurlar medeniyetini Kanada'da yaşaşını işte kabul kıldığan, özünün komünitede yaşamaydıgan, şu devlet medeniyeti işte sınırdığan hak dep qarıganlığı üçün, muşta Uygurlarga bo'lgan ko'z qarashi Kanada xalqining mencha bek yaxshi deb qarayman. Hamda bu yerda hamma Uyg'urni ko'zda tutganim yo'q, hamma Uyg'urni undaq emas. Bekinda yashaydigan Uyg'urlarmi bor. Bu hamda bizning kulturimizni bir chetdan saqlashga foydali bo'lsa, yana bir chetdan bu davlatga singib, bu davlatni taraqqiy qilishga bizga to'sqinlik bo'ldi. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi programmamizningki oxir qismlariga kelib qoldik. Shu ekran oldidagi ko'rmanlarimizga yürek sözleriniz olsa alsak buldu. Yok. Yok da cevap vermedim. Rahmet emme anlığınlarga sizin bu programını bu programını teklif qilganingizga ko'p rahmat. Anlıqçılarningki vaqt chiqarib, ko'ngil bo'lib mush programmani anglag'inig'imi ko'p rahmat. Ya'ni inshaalloh ko'rishamiz. Muhim temalar bo'lsa, savollar bo'lsa, paranglashsak o'zaro o'rganib. Qimmatli ko'rmanlar, vaqt munosabati bilan ko'rininglardek programmamizning oxir qismiga kelib qoldik. Haqiqatan Ruqiya Turdush xonimizga bugungi temadan chetlanib ketmagan asosda nihoyat yaxshi javoblarni berdi deb qarayman. Bunun uchun Ruqiya Turdush xonimga ishdan ko'plab rahmatimizni bildiramiz. Anadagi mush ekran oldida, ekran keyinda xizmat qilayotgan bütün xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Sizlarga ko'p rahmat. Bundan keyingi programmalarimizda inshaalloh mushuning o'xshash boshqa davlatlardagi yoki biz hozir bilishimiz kerak bo'lgan, tushunolmay qolgan har xil masalalarni inshaalloh sizlarga sunamiz. Programmamiz haqida talab fikirlar bo'lib qolsa, her zaman fikir kısmına kaldırıp koysanlar buldu. Kıymetli vaqtlarını çıkarıp programımızda köylükanlar için tekrar rahmet. Onda sevmanlarını Allah'a tapşırdık. İnşallah bu da programda görüşkice öz onlarına asıranlar. Allah'a emanet.